Rosa 1 yil oldin mana shu mashinamiz urilgan holatda qolib ketgan ekan akalar. 2012-yilgi Lacetti avtomobili. Egalari Instagram profili orqali bizga murojaat qilib, Lacetti'miz bor, yotibdi, 1 yillar bo'ldi, qildirishga sharoitimiz yo'q, sotib olamiz deyishdi. Keldik akalar. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana shu mashinani sotib olamiz. Ko'rib turibsizlar, orqasidan juda ham qattiq urilgan, orqa bagaj, orqa krilo, fara, bamper, stoplari kirib ketgan, shvellerlarini yo'q qilgan akalar. Gaz ballonga udar yetib borgan. Hadovoylarni ham menimcha balkalari qiyshayib yotibdi. Bu yoqlariga o'tadigan bo'lsak, oldin mordalari ham o'rtacha holatda unaqa zo'r Lacetti bo'lmagan ekan akalar. Rangi qaymoq, oq emas, zavodskoy qaymoq bo'lgan ekan. Taksiga chiqmagan mashina bo'lgan ekan. Endi egalarning aytishi bo'yicha hali kelishmadi egalar. Xullas, salon holatlarini ko'rib turibsizlar, yaxshi, unaqa yomon emas. Kelgunlar chiqdi video qilib dedim akalar sizlar uchun. Xullas, bu mashinani inshaalloh sotib olamiz. Bilasizlar, shunaqa mashinalar sotib olamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab bemalol murojaat qilinglar. Nomerlar pastda bo'ladi. Aloqaga chiqaveringlar. Bu mashinamiz udariga o'zingizlar baho beringlar. Bunaqa urish uchun nima qilish kerak? Menimcha egalari orqachalab haydab stalba yo daraxtga urganlar yo nimadir yetib olgan. Kelsa bilib olamiz. Joninglar sog' bo'lsin.